Payg'ambarimiz alayhissalom o'zlari Makkada turib, Madinada Allohning marhamati bilan qarangki, musulmonlar ko'paya boshladi. Shu kunlarda Rasulimiz alayhisolatu vassalam Makkada turganlariga 13 yil bo'lgan edi. Makkadagi payg'ambarlik davri 13 yil bo'ldi. 10 yil Madinada turdi. Rasulimiz alayhisolatu vassalam bir tush ko'rdilar. Tushlarini sahobalarga aytib, "Men bir tush ko'rdim. Tushimda juda bir yam-yashil daraxtzor bo'lgan bir shaharga borayotganimizni va bu joyda rohat va farog'at ko'rganimizni ko'rdim" dedilar. Va bu shaharni Yasrib ekanligini bashoratini berdilar. Mana shundan keyin hamma Yasribga orzu qildi va sahobalar Yasribni o'zlariga vatan tutadigan bo'ldilar. Bir narsani to'g'ri fahmlashimiz kerak. Aslida vatanni tashlab chiqib ketishlik juda og'ir narsa. Bu narsaga buyurilmagan. Lekin payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam va u zotning sahobalari Madina-i Munawvaraga ko'chib ketishlikka majbur bo'ldilar. Chunki zulm mana shu darajada bo'ldiki, ularni o'lim xavfi kutib turar edi. Chunki ayniqsa payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamga o'lim xavfi aniq bo'lib qoldi. Sahobalar birin-ketin hammalari asta-asta Madina-i Munawvaraga ketdilar. Bularni ko'rgan katta buyuk sahobalar ham Madinaga chiqishlikka ijozat so'radilar, toki Madinaga borib bemalol ibodat qilsinlar, toki iymon lazzatini topsinlar. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu ham payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning oldilariga kelib, "Ya Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, men ham Madinaga ketsam" dedilar. Shunda Rasulimiz alayhisalom, "Ya Abu Bakr, sabr qiling. Alloh sizga yaxshi bir yo'ldosh, yaxshi bir sherik beradi" dedilar. Hazrat Abu Bakr yig'ladilar. Chunki bu safariga sherik bo'ladigan zot Rasulimiz alayhisolatu vasallamning o'zlari edi. Sahobalar bir ketar ekan, bular ichida Hazrat Umar radhiyallohu anhu ham bor. Hazrat Umar radhiyallohu anhu ham Madinaga ketishga niyat qildilar. Ammo kofirlar ko'plarini ketayotgan yo'llarda to'xtatar, ularga zulm qilar, ularning mol va dunyolarini talon-toroj qilardi. Hazrat Umar radhiyallohu anhu sahobalarning ba'zilari bilan kelishib, erta tongda bir joyda ko'rishib, mana shu joydan ketishlikni maqsad qildilar va birdan Ka'ba oldiga borib, baland ovozda hammaga nido qildilar. "Men Umar ibn al-Hattob radhiyallohu anhu ertaga Makkadan Madinaga, Yasribga qarab ketaman. Agar kimni uyida ayoli yig'lashini xohlasa, bolalari yetim bo'lishini xohlasa, onasi bolamlab yig'lashini xohlasa, menga qarshi chiqsin" dedilar. Lekin hech kim Hazrati Umarga qarshi chiqishlikka jur'ati yetmadi. Alloh bu zotga mana shunday quvvat, mana shunday kuch, mana shunday jasorat bergan edi. Hazrat Umar radhiyallohu anhu ham ketdi, hamma sahobalar va o'sha payt azizlar xunuk bir tarixda saqlanib qolgan kelishuv bo'ldi. Bu Dorun Nadvada bo'ldi. Dorun Nadva bu o'sha kofirlar to'planib u yerda maslahat qiladigan bir joy edi. Aslida bu Dorun Nadvani payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning bobolari qurgan uy edi. Bu yerga 40 yoshdan yuqori bo'lganlari kirib o'tirib, eng muhim masalalarni hal qilishlikda maslahatlashadigan, mashvarat qilinadigan bir uy edi. Bugun esa mana shu joyda Dorun Nadvada qabilalar ichidan faqatgina ikkitasi, Bani Hoshim va Bani Muttalib, ya'ni payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning oilalaridan boshqa hamma qavm yig'ildi Qurayshdik. Va bular yig'ilib bu yerda maslahatlashadigan bo'ldi. Nima qilish kerak? Agar bular mana hijrat qilib chiqib ketsa, boshqa joyda yana undoq bo'ladi. Muhammad sallallohu alayhi vasallam bizni butun dinimizni, avvalgi ilohlarimizni yomonladi, yoshlarimizni yo'ldan urdi. Buni shu holatga qo'yib qo'yaveramizmi degan maslahatni o'rtaga tashladilar. Birlari turib aytdilarki, buni umrining oxirigacha bu zotni olib kelib kishanlab boqishimiz kerak dedi. Lekin o'sha maslahatning ichida birdan bir ovoz eshitildi. "Yo'q, bu xato taklif" dedi. Ular bir qaradilar, eshikning tagida o'tirgan qari bir kishini ko'rdilar. U kishini tanimadilar. "Sen kimsan? Qanday kirding bu yerga?" dedilar. "Men Najd o'lkasidan keldim" dedi. "Sizlarda bu qaroringlarni, mashvaratinglarni eshitib ishtirok etgani keldim. Men ham siz aytayotgan zotning dushmaniman" dedi. "Nima uchun bunaqa deyapsan?" dedi. "Bu ishinglar xato" dedi. "Agar u zotni olib kelib kishanlab qamab qo'ysalaringiz, Yasribda iymonga kelganlari urush qilib kelib bo'lsa ham qutqaradi" dedi. Ular "To'g'ri aytasan" dedi. Ikkinchi bittasi yana aytdiki, "Bo'lmasa surgun qilib chiqarib yuborish kerak" dedi. Yana haligi qariya turib, "Noto'g'ri aytyapsiz, bu gap ham noto'g'ri" dedi. "Sizlar shu paytgacha har xil yo'lni qilib ko'rdinglar, ta'sir qilmadi" dedi. Ular hayron bo'ldi. Birdan Abu Jahl o'rnidan turib aytdiki, "Menda boshqacha taklif bor" dedi.
hamma qabiladan bittadan mard o'g'lonlarni ajratamiz dedi. Va har birlarining qo'llariga keskin qilich beramiz. Va tunda Muhammad ibn Abdulloh sallallohu alayhi vasallam uxlab turgan paytda uni oldiga kirib hamma tengdan qilich uradi. Natijada qon hammaga barobar chachiraydi. Va Bani Muttalib va Bani Hoshim ikki qabilasi hammamizdan qas olishlikka jur'ati yetmaydi. Ular xunini olishlikka va shun bilan hamma narsa to'xtashlikka rozi bo'ladi dedi. Haligi qariya bu eng zo'r taklif bo'ldi dedi. Va men ham shu taklifni qo'llab-quvvatlayman dedi. U qariya bu gapni aytib chiqib ketdi. Lekin boshqa hech kim hech qachon bu qariyani ko'rmadi. Chunki bu qariya ko'rinishda kirgan mal'un iblis alayhi la'na edi. Rasulimiz alayhisolatu vasallamda mana shu kuni qaror qilindi. Lekin ular buyuk Robbimiz Alloh haq azza va jalla Rasulimiz alayhisolatu vasallamda o'z himoyasiga olganini qayerdan bilsin? Rasulimiz alayhisolatu vasallamga Qur'oni Karimda oyat nozil bo'ldi va bu narsa bilan ogohlantirildi. Va payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning joni halakda qolganligini aytildi. Shu kuni payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu ni oldilariga bordilar. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu uylarida o'tiruvdilar, eshiklari taqilladi. Osalar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hayron bo'ldilar. "Kiring ya Rasululloh" dedilar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam ichkariga kirdilar. Shunda payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam Abu Bakr Siddiqning oldiga kirib, "Sizga aytadigan gapim bor, yolg'iz aytishim kerak" dedilar. Rasulimiz alayhisolatu vasallam bu gapni aytar ekan, oldida turgan Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu ning qizlari Asmo va Oysha onamizga ishora qildilar. Abu Bakr Siddiq: "Ya Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, bular mening qizlarim. Bulardan hech narsani yashirib qo'rqadigan joyimiz yo'q. Bemalol gapirsinlar" dedi. Shunda payg'ambarimiz alayhisalom ertaga hijrat qilishga, ko'chib ketishlikka qaror qilganliklarini va bu mashaqqatli yo'lda Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu ning hamroh bo'lishliklarini aytdilar. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu ning ko'zlariga yosh kelib ketdi. "Ota-onam sizga fido bo'lsin ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Men sizni xizmatingizdaman. Ana shuni bilib men ikkita tuya boqib qo'yganman. Mana shu tuyalardan bittasini tanlang" dedi. Payg'ambarimiz alayhisalom: "Men birovni tuyasiga minmayman" dedi. "Unda sizga hadiya qilay" dedi. "Buni ham qabul qilmayman" dedi. Shunda Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu aytdilarki: "Ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, men bu tuyalarning kalalarini 800 ga sotib olganman. 400 ga sizga bittasini beray" dedi. Shunda payg'ambarimiz alayhisalom bir tuyalarni tanlab oldilar va unga Qasva deb ism berdilar. Quloqlari kesilgan tuya edi. "Bu Qasva meni tuyam bo'ladi" dedi. Va mana shu tuyani minib ketishlikka qaror qildilar. Ertalab payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam bilan bir joyda ko'rishishlikni va'dalashdilar va uylariga ketdilarda Rasulimiz alayhisolatu vasallam jiyanlari Hazrati Alini chaqirdilar. Hazrati Aliga buyuk bir topshiriq berildi. Qarangki azizlar, sahobalar Rasulimiz uchun nimalarga rozi bo'lganligini eshitar ekanmiz, beixtiyor ko'zimizga yosh kelib, ana o'sha sahoba uchun radhiyallohu anhu Alloh undan rozi bo'lsin deb yuboramiz. Hazrati Ali radhiyallohu anhu ga payg'ambarimiz alayhisalom: "Bugun menga suiqasd bo'ladi, meni jonimga qasd bo'ladi. Shuning uchun ya Ali, mening o'rnimda yotasizmi?" dedilar. Qarang, o'z o'rinlarida yotadi. U zotga suiqasd bo'lishi aniq bo'lib turibdi. Hazrati Ali radhiyallohu anhu: "Jonim sizga fido bo'lsin ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. O'rningizdan men yotaman" dedilar. Rasulimiz chiroyli tabassum qilar ekan, "Lekin siz qo'rqmang. Alloh sizni himoyasida saqlaydi ya Ali" dedilar. Va payg'ambarimiz alayhisalom bunga tayyorlandilar. Abu Jahl boshchiligidagi kofirlar esa payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning uylarini atrofini o'rab oldilar. Hatto Abu Jahl eshittirib payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamni mazah qilib o'zini oldida turganlariga: "Eshitdinglarmi? Muhammad sallallohu alayhi vasallamning yo'lidan yurganlarga jannatlar va'da qilinarmish. Yo'lidan yurmaganlarga esa azoblik do'zax bormish. Qani jannatga marhamat qilmaysizlarmi? Shunday deyapti ekan Muhammad sallallohu alayhi vasallam" deb aytdi Abu Jahl. Ichkarida turgan payg'ambarimiz alayhisalom uni eshitib: "To'g'ri aytasan. Bu gapni men aytdim va o'sha do'zaxga kiruvchilardan biri sen bo'lasan" deb qo'ydilar. Ehtimol Rasulimiz alayhisolatu vasallam ularga o'zini uyda ekanliklarini bildirish uchun gapirgan bo'lsalar ajab emas. Ular aniq bildilarki, payg'ambarimiz alayhisalom hujralarida va tunda uxlaganlarda bostirib kirish ma'nosida hammalari to'planib o'tirdilar. Kechqurun esa payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam Hazrati Ali radhiyallohu anhu o'zini joylariga yotkizib, asta-sekin u joydan chiqib bordilar. Chiqishlaridan oldin
qo'llariga bir siqim tuproqni olib astaizu billah fa'aghshaynahum fahum la yubsirun deb sura Yosindagi oyatni o'qidilar-da, unga dam soldilar va tashqariga chiqib sochgan edilar. Hammalarini ko'zini Alloh taolo parda bilan to'sib qo'ydi. Fa'aghshaynahum, ularni ko'zini to'sdi, fahum la yubsirun, va ular ko'rmas edilar hech narsani. Payg'ambarimiz alayhisalom bemalol ularni oldilaridan o'tib ketdilarda va Hazrati Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu bilan uchrashib, Makka mukarramani tashqarisidagi Savr tog'iga ketadigan bo'ldi. Ularning maqsadlari o'sha joyda bular tog' qidirishdan tinchiguncha 3 kun g'orda berkinib turish edi. Hazrati Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu bu narsaga tayyorlanib, o'g'illari Abdulloh, Asmo va Oysha onamizga ularga ovqat olib borib turishligini va olib borgandan keyin yo'l izlarini yo'qotib turishlik hamma topshiriqlarni berdilar. Va asta-sekin tuyalariga minib o'sha g'orga qarab ketdilar. Ayni paytda esa Quraysh kofirlari Rasulimiz alayhisolatu vasallamning uylarini poylab uxlab yotardilar. Nima bo'lganligini ham bilmas edi. Birdan ko'zini ochdilar. Atrofda turganlardan birlari Muhammad alayhisalomni kutyapsizlarmi dedilar. Allohga qasamki, u odam o'tib ketdi dedi. Eshikni ochganlarida uydan Ali radhiyallohu anhu chiqdilar. Qani dedilar, bilmayman dedi. Urmoqchi bo'ldi, lekin bunda nima ayb dedilar-da, orqasiga qaytib ketdilar va g'aflatda qolganligini bildilar. Yugurib borib Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu uyiga kirdilar. Qizlarini tarsaki tortdilar, so'radilar, so'roq qildilar, lekin natija yo'q. Shundan keyin juda katta mukofotlar va'da qilinib, kim Muhammad alayhisolamni ushlab kelsa, mana shuncha tuya beramiz degan va'dalarni berib, atrofga jarchilar